Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz vatanimiz sarhadlarini munosib tarzda himoya qilib, o'zining aziz jonini fido qilgan qahramonimiz Ma'rufjon Rajabov xonadoniga tashrif buyurdik. Bugun biz Vatanparvar tashkiloti jamoasi bilan qahramonimiz Ma'rufjon Rajabovning onasi Shakarbono Onag'ofurova bilan suhbatlashamiz. U hamma narsaga qiziquvchan edi, lekin juda ko'p nimaga qiziqardi? Asosan kurashga qiziqardi. Keyin bu hayvonlarga, anovlarga juda qiziqib qarab qilardi. Hayvonlarni qarasa har doim обязательно ism qo'yib olardi. O'sha narsaga, hayvonga, o'sha hayvonni o'rgatib olardi o'ziga. U yoshligidan, anovligidan bunday bir ko'chada ko'p yurib, bir boshqa bolalarday qilmas edi. Faqat shu kelardi, qiladigan ishini qilardi, maktabdan kelsa ham qiladigan ishini qilardi-da, shu uyga kirib yo kitob o'qirdi, yo nima qilardi, qilardi. Akasi harbiy bilim yurtiga o'qishga kirdi. Akasi birinchi Svorovskiyda o'qidi-da, keyin bilim yurtiga o'qishga kiruvdi. Shu akasi kelsa, u akani shapkalarini, kiyimlarini kiyib qilardi-da. Baribir men ham harbiy bo'laman, to'xtab turing. Men sizdan oldin general bo'laman derdi akasiga. Harbiy bilim yurtiga o'qishga topshiraman deb qildi. Topshirish uchun qilgan edi, lekin hali anavsi chiqmay turib, bular urushga ketib qoldi-da. Bilim yurtiga topshiruvdi. Mandat deydimi, nima deydi? Shunaqasi chiqmasdan urushga ketib qoldi bu yoqqa Surxondaryoga. Undan oldin tugatuvdi. 6 oylik serjant maktabini tugatib, keyin unga topshirgan edi-da. Ketdi-yu, qaytib kelmadi-da keyin bolam. O'sha Samarqandda fizkulturniy texnikumida o'sha paytlar shu fizkulturniy texnikumda o'qir edi. O'sha fizkulturniy texnikumda o'qib, borib turib bu dobrovolniy topshirgan anavni. Armiyaga ketaman men deb ariza bergan. Nimaga? Siyobdagi voyenniy anavunga. Nima deydi? Voyenkomatiga. Siyob voyenkomatiga. Ana shu yerdan bu o'sha yerdan keldi uyga. Sochi olingan, qilingan. Soching nimaga olib tashlabsan, Ma'ruf desam, aya men ertaga armiyaga ketyapman dedi. Qayerga desam, ishonmaysiz, qo'y dedim. Qayerga ketasan dedim. Bitta akang armiyada bo'ladi. Sen o'qishingni bitirib ol, keyin ketasan dedim. O'zi kechqurun keldi, ertalab chiqib ketish kerak. Keyin men aytdim, "Ya tavba, nima unaqa qilyapsan? Qayerga borasan?" desam, "Ertalab ketaman" dedi. Keyin bir paytda akasi kelib qoldi. Keyin u o'g'lim unda ishlayotdi Toshkentda. Chirchiqda ishlar edi-da. Keyin kelib turib, "Buningizni qilgan ishini bilasizmi-ya?" dedi. "Nima qilibdi?" desam, "Bu akam dedi, dobrovolniy dedi, armiyaga ketaman deb ariza beribdilar" dedi. "Yo'q desam, "Ha" dedi. "Men armiyaga boraman, armiyada xizmat qilaman" deb dedi. Unga Siyob voyenkomatiga dedi, beribdi. "Men Siyobdan bolalarni olib ketishim kerak" dedi. "Ertalab" dedi, "poyezdda" dedi. "Buni" dedi, "arizasini o'qib ko'rib" dedi. "Uyga kelmoqchi emas edim, lekin shuning uchun uyga keldim" dedi. Men aytdim, bu dedim, bir og'iz dedim, "Ketaman yo qo'yaman" demasdan turib ham ketaveradimi odam desam, "Oladimi yo'qmi" deb ariza beruvdim, oldida men armiyaga deydi. Keyin bularni shu qilganida armiyaga olib ketdi. Bu nima qildi? Uydan endi biz lekin orqasidan bormadim va nimaga borishga qo'ymadi meni. Men aytdim, "Bormaysiz, orqamdan borsangiz yig'laysiz, men keyin ko'ngil qilaman, o'ylab yuraman, orqamdan bormaysiz" dedi. "Akam bor, mana akam olib ketyapti" dedi. Keyin akasi bularni olib borgan. Azatbosh degan bor ekan-ku, Chirchiqda. Azatboshda nimasiga topshirgan bularni. Akasi o'zi Chirchiqda o'zida ishlar ekan. O'sha yerga topshirib, o'sha yerga qilib nima qilgan? Bular Azatboshda karantinda turgan paytda boya Karimov busi nimasini tuzmoqchi bo'lgan otryad. Bular bola tanlab olish kerak ekan. O'sha hamma chastlarga borib Karimov o'zi tanlagan bolalarni. Keyin buni ham qilib, bularni hammasini qilgan. Shu nima qilsa, boyagi tanlaganda qilganda keyin aytibdi-da, bu qanaqadir ular berar ekan, nimalar berar ekan, o'shalarni bajarish kerak ekan. Bu fizkulturniy texnikumda o'qigani uchun boya sport sohasi bo'yicha berilgan nimalarni hammasiga javob bergan. Boyagi Mishel der ekan,
O'shani ham aniq urgan. 5 ta urgan. Keyin Karimov aytibdi, shu bolani chaqiringlar-da menga debdi. Keyin oldiga borsa, sen qayerliksan deb so'rabdi-da. Shunday desa, men Samarqandlikman degan. Karimov aytdi, men ham Samarqandlikman degan. Sen Samarqandda qayerdansan desa, men Bulung'ur rayonidanman debdi-da. Keyin unga Karimov Bulung'ur rayonidan bo'lsang debdi, men Samarqand shaharidanman men debdi. Ikkomiz zemlyaga ekanmiz debdi-da. Keyin ana qilib turib, buni sen menga xizmat qilasanmi deb so'ragan. Shunday deb so'rasa, men sizga emas, vatanimga xizmat qilaman deganda bu. Sizga emas, vatanimga xizmat qilaman desa, shu gaping uchun ham seni otryadga olaman debdi-da. Shu BSOga ana o'qib oldida bularni 30 ta bolani tanlab olgan. 30 ta bolani bir chechen o'rgatgan. Bularni hamma narsaga, nimalarga, hammasiga o'qitgan o'sha chechen. O'sha ana o'qildi. Bular o'tgandan keyin keldi, lekin o'sha ustozi kelib mana shu yerda o'zimizni nima qilib qabristonga borib, shu mendan xafa bo'lmasangiz, men shuni qabr tuprog'idan olib ketaman ozgina deb ro'molchasiga tuprog'idan olib, keyin ana o'qib ketdi u. O'sha chechenni qo'lda ana o'qigan bular. O'rgangan, nima qilgan. Bularda ana o'sini qilgan ishlarini, ana ularni gapirishsa hayron qolasiz-da, lekin 30 ta bola, faqat 30 ta bolani tanlab olgan. Oldin shu 30 ta bola bilan ana o'qigan. Bular o'tganda, shu tog'da nima bo'lganda olib tushgandan keyin mana shu yerga nimasini olib keldi. Bir olib kelmasdan bir kun oldin ana keldi. Военный ministr Agzamov degan ministr bor edi o'sha paytlar. Harbiy uni ministri qo'mondan o'sha keldida ana qiluvdi. Agar mana shular dedi 5 ta shu bola bo'lmaganda men u tog'dan Kamaz bilan o'lik olib tushar edim. Mana shu 5 ta bola o'zlarini qurbon qilib shu nimani to'sib qoldi deb aytgan ekanda. Mana shu yerda o'qiganda odamlar haligacha ham gapirishadi. O'sha odam bormikan hali deb. Sog' bo'lganda, yurganda nimaga yetsin? Mayli vatani uchun xizmat qildi, vatani uchun ana bo'ldi. Xalqi uchun qurbon bo'ldi. Bunisiga ana qilmayman. Qismatida bor ekan. Mana bizlar o'zimiz ham endi shunga ana qilib, shuni xotirasi bilan, shuni anavsi bilan yashayman har doim. O'ylab Jasorat medalini Ergashev topshirayotgan joyi bizga. General Ergashev olib kelib mana shu nimada topshiruvdi. Samarqand viloyatida o'zi shular 3 tada. 3 ta. Ulug'bek bor, Barnoyev, Sadinov, Sayyor uchalasi. Bular juda yaqin o'rtoq bo'lgan, jo'ra bo'lganda. Ulug'bek bilan Ma'rifjon bir kunda o'lgan. Orasi 1 soatmi, 1,5 soat farq qilgan ikkalasini. Sadinov keyinroq ana bo'lgan, u postda bo'lgan. Bularni o'ldi deb tepadan xabar kelganda, bu Sadinov toshning ustiga chiqib ana ularni so'kaverganda o'rtada jar bo'lgan ekan. Shu jardan u tomonda nimalar bo'lgan, bu tomonda bizda nimalarimiz bo'lgan, harbiylar. O'shalarda chiqib toshning ustiga chiqib so'kaverganda mana shu yerdan ana tekkanda. O'q snayper bilan urganda bularni butun. Bu Ma'rifjonlarni ikki tomonlama urganda, ham tepadan urgan, ham yonboshdan urganda. O'shaning uchun bular shunday ochiq maydonda qolib ketgan. O'zlarini ana qilib panaga ola olmagan. Lekin bularni anavsini shu Ma'rifjon ana o'qib birinchi o'q bunga kelib tekkan o'zi asli. Keyin bundan keyin ana Barnoyev ana o'qigan, undan keyin Alisher bor. Animalik Marg'ilonlik. O'sha bola Alisher, o'sha bolaga ana bo'lgan. Keyin bu уже ana unga ratsiyadan xabar berishga ulgurganda gruppa boshlig'i bo'lgan bu. Shu xabar berib ana qilib, shu xabar berayotgan paytda ratsiyada o'tirgan bola shunday ana o'qigan, ovozi pasayib boraverganda, "Misha, nima bo'lyapti, Misha" deb bu baqiraversa, keyin ana qilib mana shunday joyda shunday tosh bor. Kepkaday turibdi. Shuni tagida ana ular bor deb xabarni bergan.
kepkaday bo'lib mana shu koordinatda deganda koordinatni ham oxirigacha yetkiza olmay jim bo'lib qolganda. Keyin u bola shu ratsiyani ham tashlab chovib chiqqan, mishku ubili, naшу mishku ubili deb baqiraverganda chiqib. Ma'ruf, chiqmaysanmi? Ovqat tayyor bo'ldi desam, hozir derdi-da, ovqatga chiqardi, yerdi. Boshqa bolalar jo'ralari ana o'qisa agar, chaqirib kelsa agar, shunday chiqardi-da, bilmayman, javob berardimi, bermasdimi, qaytib kelardi-da, uyga kirib ketardi yana. Nima ketmading desam, o'tirishga boradi ekan, menga o'tirish yoqmaydi. Shovqin bo'ladi, shunday derdi-da. Ana shu uncha unaqalarni yoqtirmasdi. Tug'ilgan kun bundaqa nimalarga bormas edi. Mana agar tirik bo'lganida hozir 48 yoshga kirgan bo'lar ekan. 48 yoshida qancha farzandlari bo'lardi, qancha nimalari bo'lardi. Vatanparvar tashkilotiga katta rahmat aytaman. Hamma vaqt kelib, eslab, yo'qlab, ana o'qib turib ketishadi. Gap ana nimada emas, gap e'tiborda deganday, shu e'tiborlaridan chetga qolmaydi. Har doim kelib, shu ko'rib, ana o'qilib, so'rab, nima qilib ketishadi. Meni o'g'lim o'zi ham shu vatanparvar anonsida bo'lgan-ku, nimada. Shu vatanparvar tashkilotida nima qilgan, qatnashgan bola, bolaligida, maktabdaligida. Ana shuning uchun bular har doim shuni eslab yana o'qilishadi. Haqiqiy vatanparvarlik endi mana o'zini vataniga, xalqiga xizmat qilgan odam, ana o'qigan haqiqiy vatanparvar bo'ladi. U o'zi uchun emas, xalqi uchun yashadi. O'zini ana o'qildi. Mana shu orqamda sizlar turibsizlar. Men sizlar uchun yashayman, jang nima qilaman. Men sizlarni qo'riqlashim kerak. Orqamda turibsizlar. Xalqim turibdi, ayam turibdi, dadam turibdi, jigarlarim turibdi derdi-da har doim. Men xalqim uchun yashayman. Mana shu xalqimda har doim e'zozlayman. Mana shu yurtim tinch bo'lsin. Vatanim tinch bo'lsin. Bizlar ana shu tinchlikni qo'riqlovchisimiz derdi-da.